4 sotuvli joy. Xullas, Yangihayot tumani Binokor MFY Sholikor ko'chasidan 4 sotuvli 20 ga 20 kvadrat joy. Ikkita oko'kiga 2 sotuv 2 sotuvdan bo'lib olsangiz, mazza qilib bitta o'q bilan ikkita quyon uradigan joy. Xullas, sentralniy joylardan Sergeli mana shu joyga tegib turibdi. Food Cityga где-то bir 5 kilometr yoki 4 kilometr uzoqlikda. Aniq lokatsiyasini Telegram kanalimizga o'tsangiz, o'sha yerda aniq chiqadi. Endi biz ham taxminan deb aytamiz, o'shanga ahamiyat berasizlar. Qo'yliqqa menimcha 7 yoki 8 kilometr uzoqlikda bo'lsa kerak. Xullas, yonimizda zavod bor. GP deydimi yoki Binokor bidon deydimi? Mana shu yonimizda zavodlar bor. Ishlab turibdi. Ish joylaridan muammo bo'lmaydi. Kelasiz, ish joy bor. Bu yog'i zavod, bu yog'i ishlab chiqarish, bu yog'i ishlab chiqarish, bemalol zo'r sharoitlar bor. Xullas, olgan odam faqat baraka topadigan joylar. Kadastr dokumentlariga keladigan bo'lsak, hammasi zo'r, qurt holatda. Shunday kelasiz, nomingizga 2-3 kunda rasmiylashtirib, nomingizga bemalol o'tkazadi. Qarzdorlik yo'q muhimi. Prosta yana qanaqadir holatlar bo'ladi, uyni sotish kerak. O'shanga insoniy baribir mana shunaqa jihatlar uchun sotilyapti. Xullas, zo'r joylar. Olgan odam faqat YouTube'da faqat mazza qiladigan joy. Endi sekin mana o'zi mana shu uyda etek tomondan sotilayotgan joy. Bu tomondan ham bu tomondan darvoza ochib olsangiz bo'ladi. Aytib qo'yaymi? Bu o'zi tog'am uylari. Xudo xolasa, bu yerga ko'chib kelsangiz, men bilan qarindosh bo'lib ketasiz, xudo xolasa. Mana tog'am uylari. Bu yerda vodoprovod suvi, mana basseyni, mana jiyanlar, tog'alar deylik, tog'alar mana cho'nglayapti. Bu kichkina bola tog'a deyishgan, o'zim ham saqijolat bo'lib turibman. Yana bu tomonga chiqamiz. Yonimizda chiqqanimizda latokda suvlar to'lib oqyapti. Hozircha ozgina kimdir suv qo'yayotgan uchun damlanib turgan o'xshayapti. Yaxshi mana. Yon tomon yo'llar hammasi asfalt, kirib chiqishlar yaxshi, ishlab chiqarish, zamonaviy, nima deydi, shart-sharoitlar hammasi bor. Kelgan odam bu yerda ishsiz qolmaydi-da, faqat mazza qiladi. Ishlaydigan zavodlar. Bizneslarga imkoniyatlar keng. Yonimizda poyezd yo'l o'tgan, yoshligimni davrim o'tgan joylar bu yerda hammasi. Kelsam qanaqadir anaqa hissiyotga to'lib ketaman. Bu tomonlar poyezd yo'l, poyezd yo'l ham yaqin. To'g'ri Ohangaronga qarab ketadigan poyezd yo'l tushgan. Shu Samarqandga ham ulangan bo'lish kerak. Kecha dodamizda shartnoma qildilar. Mana shu uglovoydagi uy. Bu yoqqa 20, bu yoqqa 20. Ikkita tomondan darvoza ochib olsangiz bo'ladi. Demak degani bu ikkita oko'kiga uy degani. Bitta o'q bilan ikkita oko'kiga uy. Endi akalar sizlarni ham juda aniq qilib o'tirmay, nima deydi? Yezvording Abdurahim, narxini qachon aytasan deydiganlar borda, kommentariyada shunday yozishar. Narxi 12 ming so'rashyapti. Bemalol savdosini qilib so'raversangiz bo'ladi. Bu endi aytilgan narxi. Tog'amlar anaqa yumshoq odamlar, unaqa qotib qolgan odam emas. Shu ko'ngliga qo'l solsangiz, menimcha yana chiroyli o'tib berishadi, xudo xolasa. Mana shu joylar. Inshaalloh olgan odam faqat baraka topadi. 4 sotuvli joy. Yangihayot tumani, bu Toshkent shahriga kiradi. Sergeliga где-то bir 4-5 kilometr Sergeli tegib turibdi. Shuna chiqsangiz Sergeli bu yoq. Sergeli, Xonobod, yonimizdan Chirchiq o'tgan mana shu joylar. Odam faqat baraka topadigan, mazza qiladigan joylar. Ortiqcha maqtamadim deb o'ylayman. Agar ko'pirtirib maqtab o'rgan bo'lsam, baribir jiyan tog'asining uyini maqtaydi. O'shanga ham anaqa qo'yasiz, kamchiligimga ko'z yumasizlar. Mana shu joylar, xudo xolasa, sotig'i 12 mingdan, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Pastda tog'amning o'zlari raqamlari. Instagramda bitta trend chiqib ketdi-yu, tog'am aytdi odamlarga yaxshilik qilgin deb. Mana sizga yaxshilik qilishga keldim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, mana shu xonadonni xarid qilib olinglar. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Yer izlayotgan yaqinlaringizga shu videoning linkini olib, Telegram kanalidan, Telegramdan lichkasiga tashlab qo'ysangiz, kimdir uy olishiga siz sababchi bo'lib qolasiz. Eslab qoling. Sog' bo'linglar.